Hozir sizlarga reytinglarni birdaniga ko'tarib beradigan usul o'rgataman. Balkim ko'pchiliginglar bilarsizlar, balkim ko'pchiliginglarning xabari yo'qdir yoki ko'pchilik bilsa ham erinib qilmas. Lekin agar qilsanglar rostdan reytinginglarni oshiradi. Misol uchun reytingdan xohlagan, misol uchun 7,5, 8, 8,5, umuman 7+ baho olgan odamlardan so'rasanglar, har doim mana shu taktika bilan ishlashadi. Bu qanaqa? Bu paraphrase table deyishadi. Paraphrase table hamma har xil nomlaydi. Ya'ni bilasizlar, reytingda asosiy narsa bu lug'at bilish, bu birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda o'sha lug'atni, so'zlarni parafrazasini tanish. Parafraza tanish skilli ham sekin-sekin oshadi. Ya'ni siz so'z bilganingiz bilan uni qanaqa shakllarda kelishini bilmasangiz, so'z bilganingizda foydasi yo'q. O'shaning uchun reytingda eng asosiy bilim birinchi navbatda so'z bo'lsa, ikkinchi navbatda parafrazani tanish. O'sha parafrazalarni tanish uchun mana shu paraphrase table tuzish juda ham yordam beradi reyting uchun. Hozir masalan men buni qanaqa tuzganimni qisqacha tushuntirib beraman. Umid qilamanki, keyingi safar reyting ishlaganingizda har doim reyting ishlab bo'ldingiz, bo'ldi tugadi emas. Reyting ishlab bo'ldingizmi, uni albatta tekshiring. Tekshirib bo'lganingizdan keyin sal oldin jo'natganimdek so'zlarni terib chiqing. Siz ichida bilmaydigan so'zlaringiz va keyingi qism har doim paraphrase table bo'lishi kerak. Ya'ni so'zlarni qanaqa qilib parafraza qilishdi. Misol uchun bizda birinchi savol turi heading edi. Biz mana bu yerda B variantga background to middle years education olgandik. Nimaga middle years education olgandik? Chunki mana buni boshlasak secondary schools deb berilgan. O'shaning uchun biz buni middle years educationga secondary schools tushadi degan ma'noda aytdik. Ikkinchisi influence. Influence bu yerda noun bo'lib kelgan. Noun bo'lib kelgan, lekin biz bu yerda oldik decide ga qarab. Mana decide is the highly centralized national curriculum. Decide. Bitta narsa eslatib tursin, parafraza bu faqat sinonim emas. Ko'pchilik parafrazani faqat sinonim deb o'ylaydi. Parafrazani usullari juda ham ko'p. Definition based, example based, grammar based, word structure based, synonym based, antonym based bo'lishi mumkin. Uni yana keyinchalik parafraza darslari qiladigan bo'lsam, o'shanda yana ham tushuntirib beraman. Prosta nima demoqchiman, parafrazani hech qachon siz esingizda qolmasin, bu faqat anaqa nima deydi? Faqat parafraza table, bu faqat sinonim emas. Xo'p, endi keyingisi bizda format edi. Format biz olgandik. Buni the typical format of a math lesson. Adashmasam mana bu yerda edi. Lessons all follow the same pattern. Format bilan pattern bir-biriga tushadigan sinonim so'zlar, o'shani hisobiga olganmiz buni. Keyingisi less successful students. Buni ishlayotgan vaqtimizda ham tushuntirdik. Less successful students bizda strugglers, slow learners ga tushadi. Ya'ni mana bu yerda biz less successful students ikkinchi variant oldik. Nimaga? Chunki mana slow learners deb berilgan paragrafda yana teparoqda strugglers bor edi. I can't find it right now, but this word strugglers. Chunki o'shanga qarab olgandik. Mana strugglers. Xo'p, keyingisida bizda bo'ldi key to Japanese success the contributing factor. Undan keyingisi bizda multiple choice savollardan tushdi. Yes or not givendan uncha chiqqani yo'q, chunki ko'proq ma'no jihatidan ekan, o'shaning uchun bu yerni olmadim. 10-savolga qaraydigan bo'lsak, math textbooks in Japanese schools are well organized. Well organized qayerdan keldi? These textbooks are on the whole small, presumably inexpensive to produce, but well set out. Well set out bilan bizda well organized tushadi. Ya'ni hammasini xos qilib o'tirmay, mana bu tarafi bizda savolda so'z qanaqa kelingan va bu tekstda qaysi formatda, qaysi usulda parafraza qilingan. O'shani ko'rib chiqib, yozib chiqsanglar juda ham rejinglarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Yana davom etadigan bo'lsak, adapted to the needs of the pupils deb berilgan questionda textable more accessible to pupils. Buni qayta paraphrase table'larni bir 20 ta, 30 ta, 40 ta
tekstga ishlaydigan bo'lsangiz, passajga, o'zi siz keyingi safar so'zni ko'rganingizda sразу parafrazani taniy oladigan bo'lasiz. Parafraza taniy olish qobiliyati bu уже reytingiz oshdi degani. Boya aytganimdek, birinchi lug'at boyligimizni oshirishimiz kerak, keyingisi parafraza taniy olish qobiliyatimizni oshirishimiz kerak va undan keyin biz understanding qobiliyatini oshirishimiz kerak. Ya'ni o'qiganimizda reytingni tushuna olishimiz kerak. Undan keyingina taktika, texnikalar o'rgansak bo'ladi. Chunki ko'pchilik bu nimaga aytyapman? Ko'pchilik IELTS kandidatlar o'ylashadi, taktika va texnika o'rgansam bo'ldi, ketadi deb. U eng oxirgi bosqich. Undan oldin sizda reytingda yaxshi baza bo'lishi kerak va sizga yaxshi baza beradigan eng muhim narsalardan biri mana shu paraphrase table.